Salom hammaga, sizlar bilan yana Asa Gaming. Bugungi videoda PUBG Mobile tarixidagi eng noodatiy akkauntlarni ko'rib chiqamiz. Videoni ko'rishdan oldin kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Unda sizlarni ko'p kuttirmasdan, qani ketdik. Xo'sh, birinchi akkauntni LOOH2 deb aytishadi. Ko'ramiz. 100 level ko'p. Hozir hamma 100 level qoldi, menimcha. Nima? Bir marta o'ynalgan 100 level? Bu qanaqa bir marta o'ynalgan 100 level ekan? Вообще o'ynamasdan 100 level qilgan bo'ldi-da. Men masalan ochishim kelmayapti, jalka bo'pti. 100 level. Airpopga yana shuncha paytdan 2-sezondan beri o'ynagan ekan. Qanaqa bu? Bir marta o'ynab shuncha solganman. Bir marta o'ynagan zavikka chiqqan edi. Zavaga ham chiqqan aytganiga. Shuni bilmayman. Mayli. Bo'pti, ikkinchi akkauntga o'tamiz. Qani ketdik. Ikkinchi akkauntimiz, men o'ylashimcha endi faqat ID'si bo'yicha populyarniy deb o'ylayman. Chunki hali akkauntga kirib ko'rganim yo'q. ID'si bo'yicha ID'ni qaranglar. Bu 12 million yaqin ekan populyarnis. 86 ID'si faqat chiroyli deb o'ylayman endi. Boshqa narsasi yo'q. Noodatiy taraflari. Hamma odamlarning akkauntiga o'xshagan akkaunt qo'ygan. 8-sezon. Yaxshi lekin ID'si вообще klass chiroyli ID ekan. Partnyorniki ham 50 ga 50. Voy, bu ID'larni qayerdan olar ekan? 59. Yaxshi. Bunda keyingi akkauntga o'tamiz. Mana bu ID ham chiroyli ID'lardan ekan. Eng qizig'i bu o'zbek ekan. Eng qizig'i. Nikni almashtirib ham qo'yibdi. ID'siga maslab. Lekin o'zbek ekan, o'shanisi sal O'zbekiston uchun motivatsiya bo'ladi, deydi. Biratan akkauntini sotmas ekanmi? Ovorardi. Hazillashdim. Bo'ldi, boshqa narsa yo'q. Xo'sh. Bu akkaunt noodatiy tarafi o'zbek odamda borligi bo'ldi. Endi biz o'zbekmiz-ku. O'sha sababdan. Xo'sh, unda keyingi akkauntga o'tamiz. Va oxirgi akkauntimiz. Xo'sh. Mana shu bir levellik akkaunt ekan. Buni nimasi noodatiy? Populyarnis 25 million populyarnisi bor ekan. Bo'ldimi? Xo'sh. Keyin buni eshitishim bo'yicha bu akkauntni Pro deb yozsanglar o'zi chiqib keladi dedi. Mana Pro'ni o'zi. Bu ham bir noodatiy deb o'yladim, chunki
ID bilan yoki username bilan kirish mumkin-ku akkauntga. Shu sababdan bunda username'ga bir balolar yozib tashlagan kodlar. Bu videoda PUBG tarixidagi noodatiy akkauntlarni ko'rib chiqdik. Keyingi videoda PUBGdagi bug akkauntlarni ko'rib chiqamiz. Faqat sizlar videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmang. Sizlar bilan bugun Asa Gaming bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.